Barchaga salom, sizlar bilan mana shu Marjano'bek Minecraft. Bugungi videoda sizlar bilan mana shu qishloq videosining ikkinchi qismini chiqardim. Mana o'sha biz zonaga ham kirib oldik. Sizlar like va obuna bosib, bu videoni ko'rib, like va obuna bosib va podpiskaga tashlab qo'yinglar. Agar shunday qilsangiz juda ham xursand bo'lardim. Keyingi videogacha 3 nechta prosmotrim bor? 210 ta prosmotrim bor. O'tgan kun ochdim. 210 ta prosmotrim bor. 300 ta prosmotr qilib, 36 ta like bo'lsa, 50 ta like qilsanglar, men videoni 3-qismini chiqaraman. 4-qismiga 5 ta like qilib, prosmotrimizni 400 ta qilib tashlasanglar, men videoni 4-qismini chiqaraman. Shunaqa qilib qornim ochdi. Menga ovqat kerak. Nonni yeyamiz. Qurun ketadi. Mana pishgan kartoshka yeymiz. Hamma yoqimli menga yoqimli qo'yamiz. Hammaga salom, xodimligi Marjano'bek Minecraft sabab izlab tushdim. O'zim kelay. So'qqan ekan. Voy so'qqan ekan. Chiqib mana qo'yda. Oğlum benim akşamımda xabar oldu. Ey qishloqi, ey. Voy yana so'rashdim. Ey qishloqi. Ha, Marjano'm, nimaga? Yaxshi o'tirdingmi? Ha, rahmat, o'zingchi? Ha, rahmat. O'zing yaxshi o'tirdingmi? Charchamadingmi? Ha, rahmat, kecha shunaqa charchadi. Shuga kecha qishlog'imizda yo'qotib qo'ydim. Yomon bo'pti-ku. Qanday yo'qotding? Anta piramida ko'rdim. O'zimcha qishlog'imizni topib kelaman deb borib keldim. Topolmasdan o'lib qoldim o'sha yerda. Anaqa qushlarga ketib qoldi. Keyin yana kimdir bu yoqqa qishloqqa qaytib tashlab ketibdi. Ha, biz tashlab ketgandik. Endi nima qilmoqchisan hozir? Hozir qishloqlardan nimadan maslahat so'rab, mana yoqqa, mana qarang qishloqqa. Mana qara. Mana yoqqa uy soldirmoqchiman men. Mayli. Kimga uy? Bitta sinim kiradi. O'shanga uy qurib bermoqchiman. To'xta, qishloqqa. Sinim kirmasligi ham mumkin. Nimaga? Sinim boshqa odam kiradi. Yo'q, boshqa odam. Bo'pti, so'raver. Men ketdim. Bo'pti. Okey. Men qishloqlardan yordam so'rayman. Qishloqlar yetarlicha blok yig'ishim kerak. Oppa. Mana bitta. Qishloq. Menga qarang. Blok osmonchi bo'lib qo'ying. Qara qishloqqa. Men? Sen, hopsan. Nimasan? Men oyoqqa uy soldirmoqchiman. Yo'q, qishloqqa men oyoqqa uy soldirmoqchiman. Mana soldiraman. Nima qilayman? Men anaqa bo'lganman. Sen nima tushundingmi? Tushunmadim. Sen men chetdan turibsanmi? Bitta sonaman hozir. Turli joyga qaytib tushaman. SpongeBob o'qiydi. Qara qishloqi. O'zing sayyor. Qara qishloqqa, men oyoqqa uy soldirmoqchiman. Menga yetarlicha blok kerak. Yordamlasha olasanmi? Men ishlarim ko'p, senga yordamlasha olmayman. Aytgancha, uyni kimga solmoqchisan? Mayli, просто aytdi, qishlog'imizdagi uylar ko'payardi. Men bilmadim buni. O'zing solaver, men ishlarim ko'p. Bo'pti. Shuni oldiroq qo'yasan bo'larku. Men ketdim. Qishloqlardan yordam so'rab. Qishloqlar.
Qishloqlar. Nasa qishloqlar? Şimdi var bana nasıl uyutalım. Okey. Ben yeterlice toz, yeterlice tahta ko'lab kelishim kerak. Menga bolta, kirka ili ozgina ovqatlar kerak bo'ladi. O'ta ishlash uchun. Let's go. Mana kirka, mana bolta. Nasıl gereği? Okey, mana ko'rib keldim, endi ketdim. Ancha do'stlar, bu video ko'p ketadi. O'shanga keyingi qismga o'sha yo'q qurib qo'yaman. Ya hozircha yetarlicha blok olib qo'yaman. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Mana obunachilar kerakli narsalarni oldim mana. O'trikda, ovakda o't va toshlar, kabustonlar. Men qayerga qurishim o'xshaydi. Ikkinchi qishloqlarga aytib kelaman. Qishloqqa narsalar olib oldim men pulga. Mana shu yerda hazil qilib ketdi. Keyin shunaqa pulim bo'lib ketdimi dedi. Voy qishloqqa. Ha. Menga qara. Qara, men sen gapirma. Qara, men shuncha pulimga mana shunaqa narsalar sotib oldim. Voy, sen gapirma. Yo'q, nima qilasan bularni? Shu senga boyib ketdingmi, domla? Ha, boyib ketdim. Yoqqa o'shab berishga narsani oldim. Tushundingmi? Sen bunaqa puling yo'q. Bo'pti. Nimaga mana shuni undamaydi? Men senga nima qilaman? Bale. Yo'qlaysan o'zi. Okey. Do'stlar, qurishni boshlayman men. Okey, ozgina daraxt qo'yamiz. 15 ta qosiblar. Mayli, 16 dedim. Bitmasa, daraxt olib kelaman. Bunca daraxt yetmadi shekilli. Muhimi uy chiqsa bo'ldi. Ishini qanday oladi deganlar, bitta uydan olaman. Kerak emas uydan. Bu qishloqda kerak emas ular juda tiqqal yotibdi. Nimaga qurishmoqchi? Hech kim yashamaydi. Nimaga qurishgan qishloqlar bilmayman. Bu yerda oldi bitta temir golem bor edi. Hozir o'lib ketdi. Urushdan qaytgan edi. Hamma skeletlar otib tashlagan. Ular esa ana qishloqlarni anaqa himoya qilardi. Mana himoya qilardi. Hozir o'lib ketdi. Endi himoya qila olmaydi. Mayli. Kommentariyaga bechora golem bosib ketadi. Okay, let's go. Xohlagan bloklardan uy qurib tashlayman. Uy chiqsa bo'ldi. Normalniy tosh blok yasab qo'yaman. Necha qavat qilamiz? Kommentariyga yozib ketinglar. Men hozircha 2 qavat qilmoqchiman. Har xil blokdan bo'lib qoldi. Mayli. Muhimi uy bo'lsa bo'ldi. Shu uyga bir kun kech bo'tyapti. Menimcha bu uyga 2 kun yoki 3 kun vaqtim ketdi. 2 kun yoki 3 kun vaqtim ketadi. Mayli, bir qavat faqat sal tom kattaroq bo'ladi. Okey. Men qishloqlardagi uy nazarda tutmoqchiman. Mayli. Bir xilani prosmotr bitta dona videoda milliondan oshib ketadi. Men mana bunaqa bo'lmagan. Bitta dona videoda mana 19 ta prosmotr bo'lgan. Eng ko'pi. O'zimda 10 ta prosmotrim bor. Eng ko'p prosmotr. Beparosatman bor ko'chalarga ko'rasizlar. Men beparosatligimni. Voy. Men hozir ikkita dona blok sig'adigan joy qilib qo'ymasa kattaroq qilay. Böyle sig'maydi bosh o'tga. Kech tushdi do'stlar. Mana shuni qo'yib olar ekan, uxlashib kirib ketaman.
Vay, yana chiqib ketdim. To'g'ri tushib ketdim, mana ketdim. Mana ham uy solaman, shuni ko'rsam solay. Mazarda nima? Yaxshi bo'lar. Uni kiramiz. Tamam, uni svetini olib qo'yishgan. Bismillah. Kukuru. Gece ne oluyor? Ana hatta yıkıldı. Bir teyzeyle su şeyle çıkıyor. Gece Üsra oldu. Ne kuşla kadar sonra kuşla kadar Üsra şöyle yapıyor. Sonra hanım. Bir tane koy. Bitirirsem bir yere gitti. Abone olmayı unutmayın. Çok zor etti. Bu üye kurganımda kendi videoda gösterme. Sonra üçüncü kaçmadım ve 50 dolar kalışıyla gel. Kalışıyla gel. Hayır. Sağ olun.